Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Solo Trade kanali. Demak, ko'rib turganingizdek bizning kanalimiz yangi va bu birinchi video bo'ladi. O'shaning uchun xos sizlarga kanalimiz maqsadi va sizlar bu kanal orqali nimalar olishinglarni tushuntirib beraman. Demak, bizning kanal orqali sizlar tradingda pul ishlab borishinglar mumkin. Ya'ni tradingda pul ishlash haqidagi to'liq informatsion va обучающий videoroliklar bizning kanalimizdan ko'rib, o'rganib borishinglar mumkin. Va bizning kanalda hozirda Pocket Option, ya'ni shunga o'xshagan binarniy saytlarda pul ishlash haqida ko'rsatib boramiz, ya'ni to'liq strategiya, taktika va video davomida sizlarga pul ishlab ko'rsatib boramiz. Keyinchalik keyingi videolarimizda ham va keyin katta forex bozorlarida, ya'ni MetaTrader 5 larda qanaqa qilib pul ishlash kerak, qanaqa сделкалар ochiladi, qanaqa strategiyalar ishlaniladi, shular haqida video obzor, ya'ni обучающий videolar qilib boramiz. O'shaning uchun bizani yo'qotib qo'ymasligingiz uchun hoziroq videoni pauzaga qo'yib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etamiz. Keyinchalik har bitta videomizdan o'zingizlarga foydali ma'lumotlar olishinglar uchun. Demak, kanalimiz yangi bo'lgani uchun hozirlik ko'rib turganingizdek Pocket Option saytini ochib qo'yganman. Ya'ni bizning hozirdagi videoroliklarimiz asosan Pocket Option saytida bo'ladi. Qanaqa qilib pul ishlash kerak, qanaqa strategiyalar qo'llash kerak, shular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bugungi videoda bu saytdan sizlarga registratsiyadan o'tish va verifikatsiyadan o'tishlarni ko'rsatib o'taman va qanaqa qulayliklari bor bu saytda, shular haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Aytib o'tganimdek, agar sizlarga tradingda pul ishlash qiziq bo'lsa, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, shu videoga like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Demak, ekranning oldiga yaqinroq joylashib olinglar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana biz Pocket Option saytiga kirib olganmiz. Xo'p, bu sayt haqida ma'lumot berib o'taman. Ko'rib turganingizdek, bu saytdan biz valyuta birliklarida сделкалар ochib pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni qanaqa сделка? Biz o'zimiz vaqt qo'yamiz. O'sha vaqtda bozor tepada yopiladimi, pastda yopiladimi, shuni analiz qilishimiz kerak. Demak, pastroqqa tushsak, saytda statistikasini ko'rib borsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, minimalniy $5 dan boshlab biz bu saytga sarmoya kiritsak bo'ladi. $1 dan boshlab сделкалар ochishimiz mumkin. Virtualnih sredstв на вашем счет deb qo'ygan, ya'ni bizga $50,000 lik demo счет beradi. Bu saytda qanaqa qilib pul ishlash mumkin va strukturasini tushunib olish uchun 50 tadan ortiq platejlarga pul yetsa bo'ladi, ya'ni metodlarga. Bular qaysilar? Uzcard, Humo, Payme, Visa Card, kriptovalyuta, shunaqa 50 xil yo'lga biz pullarni yetsak bo'ladi. Pul kiritishda ham, pul chiqarishda ham $0% $0 komissiyasi bor. Buni ham yozib qo'ygan va 100 xildan oshiq valyutni paralarda biz сделкалар ochib pullar ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, sayt O'zbekiston geosi uchun вообще top. Bemalol kirib o'zingizlar ham ko'rib tanishib chiqsanglar bo'ladi. Pastroqqa tushib yana ma'lumotlar olishinglar mumkin. Bu yerdan обучающий videoroliklarni olishinglar mumkin va boshqa ma'lumotlarni olsanglar ham bo'ladi. Bu yerdan tilni o'zgartirishinglar mumkin. Endi biz bu saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak. Bu yerda VT registratsiya turibdi. Registratsiya bo'limiga o'tamiz. Registratsiyadan o'tish oson. Birinchi qatorga email pochtamiz yozamiz, ikkinchi qatorga parolimizni yozamiz va bu yoqqa promokod yozishimiz shart emas va galchkani qo'yib registratsiya tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Xohlasangiz bu yerda Google tugmasini ustiga bir marta bosib, Google akkauntimiz orqali sirazi biz registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin. Bu yerda Google akkauntimiz bo'lsa, telefonda sirazi chiqarib beradi va o'sha Google akkaunt orqali registratsiyadan o'tib olishimiz mumkin. Bu saytda har xil devicelarga prilojeniyalari bor. Pastroqqa tushib ko'rishinglar mumkin. Xohlasangiz prosta Android telefonni o'zida ham sizlar сделкалар ochib pul ishlashinglar mumkin, lekin telefonda sizlarga сделка ochishni uncha tavsiya etmayman. Uning uchun professional sizlar bozorni analiz qilishinglar kerak. Kompyuterda bo'lsa kattaroq bozor ko'rinadi. Sizlar kattaroq analiz qilib osonroq сделкаga kirishinglar mumkin. Demak, registratsiyadan o'tishni tushuntirib o'tdim. Hozir men yangi profil ochib, o'sha profilga kirib verifikatsiyadan o'tishni ham ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek, men ham bu saytdan yangi registratsiyadan o'tdim. Xuddi shunaqa bizga sayt haqida ma'lumot beradi. Добро пожаловать degan yozuv chiqadi. Bu yerdan продолжить tugmasini bosamiz va ko'rishinglar mumkin. Bu yerdan o'zingizlar summani qo'ysanglar bo'ladi. Vash region O'zbekiston turibdi. Xohlasanglar o'zbek so'mida sizlar сделкалар ochishinglar mumkin. Xohlasanglar boshqa dollar qo'ysanglar bo'ladi, yevro qo'ysanglar bo'ladi, rubl qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlarga ma'qulida bemalol сделкалар ochishinglar mumkin. Kelinglar biz dollar qo'yamiz. Sizlar xohlasanglar o'zbek so'mi ma'qul bo'lsa, o'zbek so'mini qo'yib olinglar. Menga dollar ma'qul bo'lgani uchun dollar qo'ydim. Bu yerda udachi va торговля deb qo'ygan. Ko'rib turganingizdek har xil bonuslar berdi. Xohlasanglar mana изучайте вродное руководство bo'limi orqali sizlar bu saytda tex поддержкасidan yordam olishinglar mumkin. Qanaqa сделкалар ochiladi, shular haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Demak, biz orqaga qaytamiz. Подтвердить, mana bu yerdan пополнить tugmasini ustiga bir marta bossak, hozirlarga sarmoya kiritishi bizga ma'qul taraflarini ko'rsatib o'taman. Minimalniy summa depoziti 60,000 so'm. Agar sizlar so'mda qilsanglar, ko'rib turganingizdek, menda hozir so'mda bo'lib qoldi. 60,000
ming so'mdan boshlab biz bemalol bu saytga sarmoya kiritsam bo'ladi va pul etish minimal 120 ming so'mdan boshlanadi. Ko'rishinglar mumkin bizga Uzcard Humo hammasini berib qo'ygan. Minimal 60 ming so'mdan boshlab Uzcard Humo kartalari orqali sarmoya kiritishimiz mumkin yoki pastga tushsak mana PayMe va Click orqali ham biz minimal 60 ming so'mdan boshlab sarmoya kiritsak bo'ladi. Vizada va qolgan kriptovalyutada minimalkalari kattaroq bo'ladi. Demak bizga ma'quli aytib o'tganimda O'zbekiston geosi uchun вообще zo'r minimal 60 ming so'mdan boshlab bu saytga sarmoya kiritsak bo'ladi. Targovля bo'limiga o'tamiz. Bistro targovля realniy shot bo'limiga o'tsak bizga bozorni to'liq ochib beradi. Agar sizlar saytda hali yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib bu yerdan demo shotda sizlarga savdo qilishinglarni tavsiya berib o'tardim, chunki demo shotda sizlar o'zingizlarning pulingizga emas, sayt o'zi bergan pulga bemalol сделкалар ochib bozorni strukturasini o'rganib olishinglar mumkin. Demak, ko'rib turganingizda 50% bonus bor ekan birinchi sarmoya kiritganimizga. X tugmasini bosamiz, bozorni uzoqlashtiramiz. Hozirlarga unaqa bu saytda nastroyka qilishni tushuntirib o'tmayman. Hozirlarga bitta ikkita nastroykasini ko'rsatib beraman. Shu nastroykalarni o'zidan sizlar bozorni tushunib olishinglar mumkin. Demak, liniyani switchaga o'tkazsak, bu yerdan сделкani yopib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek, uje sizlarga ancha tushunarli interfeys bo'ldi. Ya'ni ko'p tradinglar xuddi shunaqa ko'rinadi. Endi hozirlarga verifikatsiyadan o'tishni ko'rsatib qo'yaman. Profil ustiga bir marta bosamiz. Ko'rib turganingizdek, hozirda bizda demo shotda targovля qo'shsan degan yozuv chiqardi. Bu yerdan profil tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga xuddi shunaqa oyna ochiladi. Bu yerdan email pochtani tasdiqlab qo'yadigan yozuv chiqardi. Продолжить tugmasini bosamiz va bu yerdan email pochtalarni tasdiqlab qo'yishinglar kerak. Ya'ni mana shu oranjviy tugmani ustiga bir marta bosasizlar bo'ldi. Sizlarning email pochtalariga SMS jo'natadi. O'sha SMSni saytga kiritib email pochtalarini tasdiqlab qo'yishinglar mumkin. Demak, bu yerda status listности deb qo'ygan, ko'rib turganingizdek, ne verifitsирован degan yozuv chiqardi. Biz shu yerdan verifikatsiyadan o'tib qo'yishimiz kerak. Ya'ni verifikatsiyadan o'tib qo'yish qanaqa? Prosta o'zimizning lishniy daniyimizni kiritib qo'yishimiz kerak. Hali o'zimizda pasportli yo'q bo'lsa, bemalol uydagilarnigina ham kiritib qo'ysak bo'ladi. Buni hech qanaqa zarar yoki xavfli tomoni yo'q. Naborot, sizlar o'zingizlarni verifikatsiya qilib qo'yganingizdan keyin sayt moderatorlarining oldida sizlar o'zingizlarning profilinglarni ancha ishonchli qilib qo'yasizlar. Keyinchalik pul kiritish, pul chiqarishda hech qanaqa muammolar bo'lmasligi uchun. Demak, qanaqa qilib bu verifikatsiyadan o'tib qo'yamiz sizlar? Buning uchun mana bu yerda email, familiya, telefon nomer, data rождениyani kiritib qo'yamiz va undan keyin xuddi mana shu ism, familiyaga, data rождениyaga tegishli bo'lgan odamning pasportini bu yoqqa rasmlarini tashab qo'ysak bo'ldi. ID kartami, pasportmi farqi yo'q, prosta rasmlarini tashab qo'yamiz. Keyin bu saytda bizning profilimizga bo'lgan ishonchi ancha oshadi. Keyinchalik pul chiqarish, pul kiritishda bizda hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. O'shaning uchun sizlarga mana shu bo'limni to'liq to'ldirib qo'yishinglarni tavsiya etaman. Bu osongina verifikatsiya bo'ladi va bu verifikatsiya bizning o'zimizning profilimiz uchun ancha foydali. Demak, bistro targovля bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan realniy shotga keyinchalik registratsiyadan o'tib, verifikatsiyadan o'tib qo'yganimizdan keyin bemalol biz сделкаlarga kirib pul ishlashimiz mumkin. Ya'ni hozirlarga analiz qilib сделка ochib bermayman, chunki videomiz вообще cho'zilib ketadi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyinchalik bu saytdan qanaqa pul ishlash mumkin, qanaqa strategiyalar ishlatilinadi, qanaqa taktikalar bor, nimalarga ahamiyat berish kerak, shular haqida to'liq обучающий video darsliklar ketma-ket kanalimizga qo'yib boriladi. O'shaning uchun hozirroq kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, hali foydali videoroliklar oldinda. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlaverasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.